الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 83-oyatiga keldik. Ayet, yani sura üzlüksüz şekilde Müslüman toplum, Müslüman cemaat, Müslüman devlet yoki Müslüman millet içideki bir kısım selbilik ve naçarlık ve illetlerini davalaş bilen davamlaşıvatıdı. Davatıdı Allah subhanahu ve ta'ala bu ayette ve izâ câehum emrun minel emni ev'l khawfi ezâ'u bihi وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Yani ulağa, yani müminlerge, yani müminler içindeki yaxşı, yaman, icabi, selbi kişilerin hemmesi ki qarta ya eminlik münasibetlik ya ki xavf münasibetlik bir haber kâgine de, iş kâgine de bula bunu yayıdı deydi. Bir selbilik. Eğer bu meselenin asli bulanın kaşıdı peygamber boğandın kiyin, ya ki peygamber olmagan takdirde peygamber tarafından urullaştırılgan iş ilgileri var. Müslümanların işleri ilgi buluvatkan, Müslümanların çoğunları var. Rehberleri var. Bulağa kayıtılgan bolsun meseleni, bulanın içindeki muşu işkin netice çıkaralaydıgan kişiler işinin kandaklıkını obdan biletti bular. Eğer Allah'nınki sizlerge kılan fezli merhameti, rahmeti bulmagan bolsaydı, az bir kısmınlardan başkanlar şeytanlığa ergişip ketken bulattanlar davadıdı. Yani ayet kırındaşlar, mümin cemiyet içindeki, Müslüman cemiyet içindeki selbi işlerini, selbi kişilerini, muşlarını davalaş, muşlarının meselesini hal kılışlayan ketivatıdı. İlgirki derslerimiz şu hakkı boğan. Peygamberliğe itaat kılış karta Müslümanlar içindeki bir kısımlarının göz karışı, ya ki hakiki itaat kılışının kandak olduğu Allah'ı hakkı da ketivatkan emas mı? Müslümanların meselesini hal kılıvatkan, içini onşavatkan, tertibini alavatkan, bugünkü ayetimiz şulanın katarıdan birisi. Yani Allah subhanahu ve ta'ala mümin cemaatini, mümin ümmetini bulanın hatırcemliki, tinçliki, eminliki, münasibetlik taraflarda kadar vatıdı, terbiyle vatıdı. Çünkü dünyada Allah ornatkan şunda bir kanuniyeti var. Yaxşılık ve yamanlık oturusundaki sürgülüş, küreş kanuniyeti. Bu sürgülüş, küreş kanuniyetini icra kılıdıqallar kim o? Yani bu sürgülüşten iki tarafı kim o dese, birisi yamanlar, yani birisi yaxşılar. Yaxşılar del Müslüman, müminle temsil kıldıgan grup var. Doğandaki bu yer demekçi oğlumuz şu. Bir cemiyetinin mümin, Müslüman cemiyeti bunu süptülen mutlaka bularını her daim küzdüp durvatkan, fırsat tapalsılar bularına hücum kılımız deydigan, meyli maddi, meyli manevi cihette kütüp, hücum kılışını, ziyan serişini kütüp durvatkan karşı taraf var. Bu noktadan Müslüman cemiyeti səhge kılışı gerek. Her işlerde hikmet ile kılıdığan bir hava şekilleniş gerek. Bir an, sapa şekilleniş gerek.
Müslümanlar cemaati içinde şunda bir kişiler var ki, şunda bir selbiyatlık var ki, selbi kişiler ulağı bir xəvər kəsə, bir iş kəsə deydi. Kur'an'ın ifadesi de eminlik yoki xavftin ifadesi. Eminlik, xavf degenden keyin lan. Eminlik, xavf degenden keyin lan. Çoxum Müslümanlar bilan Müslümanlarning düşmani o'tirisidagi masalaga munosabatlik masala. Ya Müslümanlar düşmanga qarshi bir harakatga qana qildi, hozirlandi. Tabii ki harbiy harakatlar ko'p hollarda maxfiy bo'lganini bilamiz. Hatto payg'ambar alayhisolammi bir yerga chiqmoqchi bo'lsa, bir yerga hujum qilib bormoqchi bo'lsa, harbiy harakat qilib bormoqchi bo'lsa, sahobalardan maxfiy tutadi hatto. Ya düşman musulmonlarga hujum qiladigan bir ahvol bo'lib, bu ahvolning oldin elinishdan ilgari musulmon jamiyati orasida buni yeyish, qo'rqinch paydo qiladigan muqimlikni buzadigan bir tarif bo'ladi. Ya'ni mashta xabarlarni musulmonlarning bexatarligi yoki amins, qo'rqinch qatorliq mushunday munosabatlik xabarlarni bular anglagan hamallam, tuygan hamallam oldi kendiga qaramasdan yayib deydi. Mishakaga vaqtda qarindoshlarimizga mushu munosabat bilan digimiz kelgan ahvoldan birisi nima desa, bo'lib bizga o'xshash her minuti, her sekundi xavf ichida o'tadigan dushman bilan yillar ta hozir qadar davomlashayotgan bir surkilish, to'qinish ishida ketayotgan bir millatga nisbatan bu millatni o'zining millati deb qaraydigan, o'zini bu millatning bir mansubi deb qaraydigan har qanday bir shaxsninki millatga munosabatlik yoki o'zining bexatarligiga munosabatlik, dushmanga munosabatlik xabarini taqitishdan ilgari ming qitim o'ylanib taqitishning kerak ekanligi. Chunki sen ziyonliq deb qaramagan oddiy bir gap cho'ng bir urushning g'albi mag'lubiyatini belgilab qo'yishi mumkin. Bu yerda musulmonlar mushunga munosabatlik sagakligini oshirish kerak. Biraz sapasını östürüş gerek. Texmi düşünüşlük baytqa vaqtında siyasi ang çöngisi keng oluş gerek. Qoluqqa kelgan xabarninki, o'rtaga chiqqan ishninki yeyilishi musulmonlarga foydaliqmi yoki yeyilishi musulmonlarga nimami ziyonliqmi, buni ayirib andan keyin taqitish kerak. Alloh subhanahu va taolo musha haqda nimda ta'lim berayotdi? Qaranglar oyatning oxiriga. Walau radduhu ila rasul va ila ulul amr minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum. Agar ular bunda masalalarni anglagan hamallam qarqoq taqitib jamiyatda qalaymoqanchilik, turaqsizlik paydo qilmay, payg'ambarning qishiga bo'lgan bo'lsa, Rasulullohning qishiga bo'lgan bo'lsa ve ularning ichidagi ish egilarining qishiga bo'lgan bo'lsa, tabiiyki bugun payg'ambar yo'q oldimizda. Bugun bizga rahbarlik qilayotgan ish beshidagilar bor. Shularning qishiga bo'lgan bo'lsa, allazina yastanbitunahu minhum, ularning orasidagi mush ishga hukm chiqara oladigan, yakunlay oladigan, xulosalaydiganlar masalaning xarakterini qana qiladi deb bilgan bo'ladi. Ya'ni shular mau foydali, mau ziyonli, ma'ni o'rtaga chiqarsak bo'ladi. Ma'ni o'rtaga chiqamasligimiz kerak. Mau bizning bexatarligimizga foydali, mau bizning bexatarligimizga ziyonli. Bu shaklda ta'limot beralaydi. Ya'ni bir musulmon jamiyati bo'lish uchun eng aqalli bu savodni bilish kerak. Tashkillanish, oyatning umumiy ifodasidan qarayotgan, bizga berayotgan bir dars nima o'qiriladi desa, tashkillanish. Her ishda musulmonlar o'zi qanoat qilgan, ish beshiga chiqargan, mushu bizni yetaklasi bo'ladigan kishilarga nisbatan qanoat qilish, ergashish. Ya'ni bu yerda deyotdiki, har odam o'z beshimchlab ish qilmaslik kerak. Bir aqalli siyosiy savod. Bir gapni anladim debla taqitishning o'zi Alloh subhanahu va taolo bu oyatda qanaqa qilgan ish cheklangan ish. Bu bir sabosizlik bu. Bulubmu siyosiy sabosizlik. Siyosat degandan keyin shu kishininki yoki shu jamiyatning yo bir davlatning hayot mamotiga munosabatli so'z emas siyosat.
Siyosetdagi sapasizlik hayot mamot munosabatlik musibat. Siyosetdagi xatolik hayot mamotlik xatolik. Siyosetdagi to'g'ri yo xato ilingan bir qadam mushu siyosatga munosabatlik bo'lgan har shaxs, har millat, har davlatning mavjudlik yoki yo'qolib ketish zich munosabatlik bo'ladi. Bu nuqtadan o'zini ma'lum bir millat, ma'lum bir din, ma'lum bir jamiyatga mansub deb qaragan har shaxsning shu millatning amilligi yoki xalq ishig'i munosabatlik har qanday ishga nisbatan, ya'ni dushman bilan bo'lib tirikishayotgan vaqtlarda har bir mansubi shu millatning, shu to'plam, shu davlatninki intayin sagak bo'lish kerak. Ig'izdan chiqqan har so'ziga alohida diqqat qilish kerak. Chunki u bak o'ylab ketmaydi. Oddiy qarishi mumkin, ig'izdan chiqqan bir so'z ig'ir talofatlarni qana qilishi mumkin, keltirishi mumkin qarindoshlar. Bu ishda Qur'oni Karimda nima deydi? Rasulullohning qishig'i apa deb bo'lib, oranglardagi ish egilarining qishig'i apa shular biladi masalaning to'g'ri xatoligini. Bu ishni yeyimaslikning to'g'ri xatoligini shular biladi degan shaklda bizga umumiy siyosiy tarbiya beryapti bu oyat. Amaliyotda oyat tilg'ilingani bir misol. Mushu misol shaklda kengaysak, doirani kengaytsak, nayt nurg'un dars chiqadi bu yerdan. Nurg'un ibrat chiqadi. Nurg'un siyosiy tarbiya chiqadi qarindoshlar. Oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo deydi: "Va laula fadlullohi alaykum va rahmatuhu lattaba'tumush-shaytona illa qalila." Allohning agar fazli marhamati bo'lmagan bo'lsa, sizlar az bir qisminglardan boshqa hammanglar qada qilatdinglar, shaytonga ergashdinglar. Endi bu haqda bizning o'tkazgan jinoyatimiz nihoyatda zo'r qarindoshlar. O kadar xatoliklarni o'tkazib ketdikki, agar Alloh bizga marhamat qilib, o'z fazlidan berib, bizni hozirgi kunga ulashtirmasa, biz o'tkazgan shu xatoliklarımızın natijasida bugun tugashib ketadi. Bugun hozirgi holatda turolmaydik qarindoshlar. Masala ig'ir, bizning o'tkazib qo'ygan xatoligimiz ig'ir, ammo shu xatoliklar bo'p turibmi? Şu xatoliklarni o'tkazib turibmi? Bugungi holatda saqlanishimizning hammasi Alloh subhanahu va taoloning fazli marhamati qarindoshlar. Oyatga munosabatlik Rasulullohning davrida yuz bergan bir voqelik va qarindoshlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam musulmonlarni Makkaga hujum qilish uchun hozirlanishga buyurdi. Hammalar bilasizlar, Payg'ambar alayhisalom har qatim bir jangga hozirlangan vaqtida musulmonlarga jangning nerede bo'lganligini aytmaydi. Ko'pincha vaqtda ta'tir ma'lumot beradi. Shimolga mangmoqchi bo'lsa, janubga mangdoq yoki janubga mangmoqchi bo'lsa, shimolga mangdoq degandek. Endi Makkaga tayyorlik qildigan vaqtida sahobalar ichidan Hatib ibn Abi Balta'a ismli bir sahoba voqelikni bilgandan keyin Qurayshga musha haqda ma'lumot yozib, xatni bir navbatdi. Xatni ayol kishi navbatdi. Rasululloh Ali radhiyallohu anhu va bir qancha kishini bu ayol kishining keynidan avatdi. Sizlar Poloniyaga borgan vaqtida bir ayol kishi va shu ayol kishida Hatibninki Makkaga ahliga avatgan xatva ikkilanma. Ular bordi, ayol kishini shu yerda topdi. Ayol kishi xat yo'q desa tahdid qilib oxirida chichining ichidan ep berdi xatni. Xatni akagandan keyin xatda Payg'ambar alayhisolamning va musulmonlarning Makkaga hujum qilish uchun hozirlanganligidan iborat tafsilotlar Hatib tarafdan Makka mushriklariga qanday qilingan avatilgan bir xat. Rasululloh Hatibni chaqirtirib akilib, "Bu sizning xatingmi? Shundaq ya Rasululloh, mening xatim. Bu xatni nima uchun yozding? Sabab nima?" degandan keyin Hatib shuna javob qaytardiki, "Ya Rasululloh, Allohning sizlarga yordam berdiganligiga ko'zim yetdi. Yani tunib yetdim, sizlar g'alaba qilinglar. Mening bu xatni Makka ahliga yozishim, mushriklarga yozishim masalani ilgirkin qilolmaydi. Ya'ni sizlarning g'alaba qilishlariga, musulmonlarning g'alaba qilishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat nima desa,
Men Mekke'de Qurayshning ichida tikandek bir adam. Mening hech qanday u yerda meni qo'g'dab qaqdak bir jamiyatim yo'q. Bola vaqam, oilam shu yerda. Endi mushu xatni avatish orqali bolalarim va oilamni bir azroq saqlab qolishni o'yladim. Qanaqdir mening bu xatni avatganim mening kufr bo'lib ketganlik, imonim yonganlik yoki kufrga rozi bo'lganlik tufaylidan emas deb ma ifodasini bildirgandan keyin payg'ambar alayhisalom rost degan. Rost gap qilding deganda. Ya'ni masalan bu shaklda bu bir misol. Musulmonlar orasidagi urushga munosabatlik bir maxfiyatchilikdan birini boshqalarga sizdirib o'tish voqealigi. Alloh subhanahu va taolo o'z fazli marhamati bilan shu sahobalarni shu vaqtda o kadar xatoliklar bilan saqlab qolgan. Bizning bugun o'tkazgan o kadar xatoliklarimiz borki, dushmanga qilayotgan o kadar josusliklarimiz borki, o'zimiz ya qasdan ya bilmasdan sahvallik bilan yoki siyosiy safarimizning tuvallik bilan o'tkazib qo'ygan o kadar siyosiy xatoliklarimiz borki, Allohning fazli marhamati bo'lmasaydi, bizning hozirgi holatga qadar bu shaklda saqlanib qolishimiz aslo va aslo nima emasdi, mumkin emasdi qarindoshlar. Shunga oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo o'zining fazli marhamatini bizga qanday qiladi? Asl-tib ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا degan shaklda bizga ne'matini qanday qiladi? Asl tuvatidi qarindoshlar. Al-muhim bu oyatdan bizning oladigan muhim darslarimizdan birisi musulmonlar orasidagi har ish bo'libmi siyosiy ishlar. Siyosiy ish deb atishimizning sababi chunki Qur'on ma ishni aminlikka yoki xavfga munosabatlik ish degan shaklda ifodalaydi. Ya'ni bu aminlik, xavf hammasi siyosiy ishlar. Musulmonlar bilan ularning dushmanining o'tirisidagi ishlar, g'alaba, mag'lubiyat masalasi, ya musulmonlar g'alaba qiladi, ya qarshi taraf g'alaba qiladi. Buning munosabatlik har qanday ishda musulmonlar alohida sezgir bo'lishi kerak. Masalani o'zining rahbarlarining oldidan o'tkazishi kerak. Shular qaysi ishningki navbatdagi vaziyatda bizga to'g'ri, qaysi ishning navbatdagi vaziyatda xato ekanligini shular ayriyalaydi. Qandaqdir har bir odam o'ziga mustaqil huquq qilib, siyosiy ishlarda mustaqil qadam olishi xato. Qur'on buni qanday qilyapti? Ayblayapti qarindoshlar. Ondan keyin oyatning oxiridagi "Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu lattaba'tum shayton illa qalila" degan oyatningki yana boshqa tushuntirishlarga qaraganimizda bunda bir ahvollarni ham chiqara olamiz bu yerdan. Alloh insonning tabiatida shunday bir fitratni qo'yganki, xuddi payg'ambar alayhisolatu vasallamning zamonida Rasulullah payg'ambar bo'lib avatilishdan ilgarilam bir bilib kishilar maydonga kelgan. Bular o'zining tabiatidagi, fitratidagi Alloh tushunchisi, iloh tushunchisiga tayanib turib, atrofida yuz berayotgan buddistlar, butga ibodat qiladigan nashoyon ishlar, xato ishlar, aqidadagi xato ishlar, qatorliq masalalarni qalbidan so'kib chiqarayotgan kishilar. Bular uni inkor qilgan ki, bular garchi haqiqatning nima ekanligini tam aniq bilolmasa-mu, lekin bulayotgan atrofidagi botillik xato ishlarni tabiiy bilan qana qiladi, inkor qiladigan bir holatga kelgan. Bular o'z vaqtida hunafolar deb qana qilgan atalgan. Ya'ni butlarga ibodat qilmaydi arablarga o'xshash. Balkim oyatdagi Allohning fazli marhamati bo'lmagan bo'lsa, hammanglar az bir qismlardan boshqa hammanglar shaytonga ergishib ketibdinglar degani mushu haqdagi Allohning bular qilgan fazli marhamatini ko'rsatsa kerak qarindoshlar. Ondan keyin biz 83-oyatni o'qib bo'lgandan keyin 84-oyat yuqorida so'zlangan bütün mazmunlarning xulosasi shaklda ko'rinyapti. Avval oyatni o'qib qisqacha bir tarjima qilib, ondan keyin davomlashtiraylik. Astag'izu billah faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak va harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san va ashaddu tankila. Oyatning 5-i
Fa ifadesi bilen başlandı. Arapça biladigan qarindoshlarımizga ma'lumlik. Bir cümlenin beşi fa bilen başlansa, bu cümle bütün ilgili ötken ma'lum vaqalik yoki ma'lum cümlege munosabatli cümle oldu ve şunun neticesi süptide, xulası süptide yakunlanadi. Noğanda bizning buni tarjima qilishda undaqta ifodasini qo'llanishimiz mencha to'g'ri chiqdi. Demak, yuqorqidek bir qancha musulmonlar orasini, musulmonlar sepini tozalash harakati, davolash, tarbiyalash oyatlari, darslari, ta'limotlaridan keyin Alloh subhanahu va taoloning bizga berayotgan bir ta'limot sifatida ko'rinyotdi, davatdi. Alloh yo'lida urush qil. Faqat o'zingni zo'lab urushqa, o'zingni taklif qil. Yani senin vazifen nemo? Yetkizish ve o'zing amal qilish. Boshqalarning gapini anglamay amal qilish qilmaslikka sana zarar yetkazmasin. Mu'minlarni qiziqtir bu yo'lga. Mu'minlarni chaqa. Allah kuffarlarning azobini, zulmini yig'ishi mumkin. Mendeki bir ifodalar var. Sal turib buni izohlaymiz. Allohning azobi, jazosi intayin qattiq degan şekilde ayet qanday qildi oxirlashdi qarindoshlar. Biz bu oyatning beshidagi fa haqida azroq gap qildik ya. Shu munosabat bilan ilgirki oyatlarga qarab baqsaq, takror qarab baqsaq, 74-oyatda shu sura Niso'ningki Alloh subhanahu va taolo urush qilish haqida falyuqatil fi sabilillahi allazina yashrunal hayatad dunya bil axirah. Yani o'zining dunyodagi hayotini oxiratga tegishgan kishilar, Allah bilan imani to'xtamga kirgan kishilar Allah yo'lida urushsin. Kimki Allah yo'lida urushib g'alaba qilsa-mo, Allohning nazarida, Allohning qo'shida uningga yetarli mukofot ajr bor. Shahid bo'lsa-mo, uningga buyuk ajr bor degan bir shaklda urush qilish haqida bir oyat o'tdi. 74-oyat bu. Undan keyingi 75-oyatda mesele bunda bo'lgan ekan. Sizning hayotinglar, dunyodagi hayotinglar Allah bilan bo'lgan bir to'xtam hayot ekanmi o? Dunyodagi hayot. Sizlar dunyodagi mush hayotingizni Allah uchun yashash bedeliga qiyomat kuni jannatga erishdi ekansizlar, buyuk ajrga erishdi ekansizlar. Undan so'ng urushmay nima ish qilasizlar? Va ma lakum la tuqatiluna fi sabil. Nima ish qurishmaysizlar? Hech olmasa unda Allohning rizoliqidan, jannatdan boshqa oyada ojiz bo'lib qolgan ayol, kichik bolalar qatorliq ojizlar uchun bo'lsin urushib, sizlarni qanday qilmamizlar, qutquzmamsizlar degan bir shakldagi bir muncha ta'limotlarni biz ilgirki darslarimizda birdan o'qib mishakaldik. Ki Allah subhanahu va taolo shuning xulosasi sifatida Resulullah'ni bu ta'limot, bu buyruqlarni tunji anglag'uchi bo'lib sifati bilan Resulullahga shunday deydi ki Allah'ning yo'lida urush qil. Avval sen davoladı. Resulullah'a birlik şekilde hitap qiladi qarindoshlar. Sen urush qil Allah'ning yo'lida. Xuddi bir ifodaki bir musulmon Allah'ning ta'limotini anglagan vaqtda boshqalar qilsam bo'ldi, boshqalar qilmasam bo'ldi ifodasini inkor qiladi bu yerda. Rasululloh Allohdan bu ta'limotni anglagan tunji kishi bo'lish sifati bilan Allohning bu ta'limotlarini, buyruqlarini bandilarga yetkazguchi bo'lish sifati bilan Rasulullohga xitob qilib sen urush qil dedi. Mushada har bir mu'min, har bir musulmon mushu oyatni anglagan har qiyomatda jannatga erishgisi odam o'zini Rasulullohning o'rniga qo'yish kerakki, vazifani o'zining ustiga to'liq qilish kerak har odam. Bu vazifa boshqalar qilsa qildigan, qilmasa qilmaydigan vazifa emas. Har odam boshqalar aloqasi yo'q bir shaklda, ya'ni vazifani ustiga olishda, to'liq vazifani ustiga elib boshqalarni qiziq turish kerak. Mana shuni birga qilamiz degan shaklda. Agar boshqalar qilsa qildi, qilmay qolib qolsa, har odam o'zining ustiga tushganini qana qilish kerak qarindoshlar. Shunga oyatda naiti iniq qilib faqatil fi sabilillah. Sen Allah yo'lida urush qilgin, chunki sen yetkizguchi
Bu vahiyni tunji anglag'uchi yetkizsang, boshqalarga nisbatan vazifang qanday qiladi tugaydi. Endi keladigan nima? Sening o'zingning tatbiqlishi, amaliyotga aylantirishing. Boshqalar bilan chatoqing olsin. Yetkizding tugidi. Sen o'zing qil. Va la tukallaf illa nafsak. Ya'ni sen faqat o'zingni bu ishga qanday qil, taklif qil deyapti. O'zing taklif qildigini qilish babida o'zing boshla demakchi. Boshqalarga yetkizib qo'yding, qilsa qilsin, qilmasa sen qilaverasan. Endi mushu xil ifoda, bir odamdagi mushu xil ruh. Mayli biz payg'ambarga qilgan bir xitob shaklida ifodalayapmiz ya buni. Ammo har bir odam, har bir musulmon o'zini Rasulullohning ummati hisoblash, o'zini mu'min deyish, dunyodagi hayotini qiyomat kunidagi jannatning badiliga qarshiligida Alloh bilan to'xtamga kirgan bir kishi hisoblash bilan har odam mushu xitobga, mushu buyruqqa o'zini qo'yish kerak. Ya'ni Allohning ta'limotini angladimi? Urush qilish, jihad qilish ta'limotini angladimi? Boshqalarga yetkazishdan boshqa o'zi buni men ijro qiladigan odam buni. Boshqalar birga ijro qilsa qildik, qilmasak men qilaman. Mening ustimda bor bu degan bir shaklda, ya'ni o'zining jihadni qilishini boshqalarning qilish qilmasligiga bog'lab qo'ymasdan bir hozirlik, tayyorlik va iroda ustiga bo'lishning kerakligini oyat bizga qanday qilib o'rgatyapti. Bunun o'zingni zo'ladi aytdi. O'zingga oat bu vazifani. Har odam o'ziga otish kerak. Bu yerda qanaqdir manglam emas. Mushu oyatni anglagan har musulmon, har mu'min o'ziga otish kerak. Va o'ziga otgan, ya'ni demak cho'g'ini vazifani mustaqil ustiga olgan kishilardan top shakllanib, bir guruh shakllanganida andan Alloh subhanahu va taoloning g'alabasi keldi. Shuningdek oyatning oxirida nima deydi? Va harridil mu'minin. Mu'minlarni bunun qiziqdi. Sen bir mu'min üstün vazifani aldın. Yana birisi mu'min üstün vazifasini aldı. Yana bir mu'min üstün vazifasini aldı. Maşta Allah'ın onun bergen vazifasini tuluq irade bilan üstüge algan mu'minlar sepi şekillengen vaqtida Allah sizlarga g'alaba berdi. Neden chiqyapti o g'alaba berdi degan gap oyatning oxiridagi asallahu ayyakuffa ba'sallazina kafaru degan oyatdan bu ma'no qanday qilyapti, chiqyapti qarindoshlar. Oyatdan bizning oladigan bir maxfiy uchurimizdan birisi, Alloh bizga berayotgan uchurdan birisi, kishi mu'min haqiqiy qalbidan vazifani ustiga mangdimi Allohning g'albasi sizlarning soninglarning ko'p bo'lishi, oz bo'lishi bilan butunlay munosabatsiz. Allohning haqiqiy rizoligini ko'zlab chiqqan bir top mu'min bo'ldimi, Allohning g'albasi bu yerda kelib topadi. Biz deganimizdek oyat qana shaklda ifodalayotdi uni? Asallahu ayyakuffa ba'sallazina kafaru ma shaklda ifodalayotdi. Endi arabchada tarjimaga qarasanglar, tarjima Qur'onlarga Alloh kuffarlarning zulmini, azobini sildan to'xtatishi, yig'ishi mumkin deb tarjima qilib qo'ydi. Agar tarjima qilgan bo'lsa, ma shakldagi tarjima bizga nisbatan bek to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri ma'no bermaydi. Asli asa degan so'z arab tilida bir narsani umid qilib turib yuz berishini aytiladigan so'z. Masalan, men o'zimizning ijtimoiy hayotimizdagi bo'layotgan gap so'zlarni misol olib, masalani tushuntirishga tirishyapman. Masalan, men bugun birisining kelishini favqulodda orzu qilaman. Masalan, bir akam, ukam, ya u bu safardan bugun kelishi mumkin. Bu bir ehtimollik nuqtasidan emas, umid nuqtasidan. Umid nuqtasidan deyilayotgan gap. Siz manda qilsangiz, palani sizga manda qilib berishi mumkin. Umid arzu nuqtasida deyotgan gap. Endi bu umid arzu bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Manda bir savol qildi kallamizga, zihnimizga. Bu yerda Alloh balkim kuffarlarning ba'sini sizlardan yig'ishi mumkin. Kuffarlarning zulmini, hujumini, qattiqligini sizlarni, yana sizlarni g'alaba qildirishi mumkin ifodasi chiqib qoldi-da, bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Yo'q.
Yani bunu men sizlarga mushu so'zningki ifodalash shakli bo'yicha tushuntirib baqay. Odatda orzu umid boshqalarga bog'langan vaqtida tamam. Hozir bizning qo'limizga kelgandek ish bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Masalan, men uchinchi shaxsga, ya'ni demakchi o'g'lim, boshqalar masalan, mening bir do'stimni, u do'stim bugun kelishi mumkin, kemasligi mumkin. Bir xil orzu umid shaklda deb ifodalasam bu gapni, zot u kelishi mumkin, kemasligi mumkin. Ammo o'ziga qarata ifodalagan vaqtda bu jumlani qo'llangan vaqtda üçüncü shaxsga qarata qo'llangandan ko'proq ta'kid ma'noni beradi. Masalan, men birisiga misol sifatida agar siz men uchun mana ishni qilib bersangiz, men sizga buning mukofot yuzida mana ishni qilishim mumkin, mana ishni qilib berishim mumkin degandagi umid, qarshi tarafga umid uradigan bir xil tuyg'u. Yoki balamga mushqitim imtihondan o'tarsam, sana cho'ng bir mukofotni berishim mumkin desam, Mədəki mümkün degəndəki ümid ifadəsi üçüncü şəxsə bağlanğandan adam üzüge qarata degan vaqtda bu məsələ təxəmmü güclənirdi. Amma yeni bir nöqtə var. Mən bir insan buluş bütün bilən bunu qılalışım mümkün, qılamasım mümkün. Çünki vaxt gəlgəndə şu mükafatını bir həlləşim mümkün, ya ki şu mükafatını bir adağına pulun olmasım mümkün. Ma insanlıq nöqtəsidir. Əmdi biz bu iki nöqtəyə qallımızın özsə bu iki nöqtə bu cümleni degüçü Allah olsa, Allah bu cümleni, bu ayetini üzgü qarta davatqan bolsa ki, Allah sizlardan küffarlarning hujumini yoki ba'sini, qattiqligini qaytirishi mumkin desa. Ya'ni sizlarni küffarlar ustidan g'alaba qildirishi mumkin degan shakldagi bizga beradigan orzu, umid tuyg'usi ne? Üzgü qarta davatqan bolsa, buningda 100%'lik verdi deb tushunishga bo'ldi. Bu bir. Andaki biz bayatdan misalaga vaqtda inson qilalışı qilamas maqsadi, o mesele Allah subhanahu va taoloda asla mavjud emaski. Allah bütün kainatning egisi, bütün qudratning egisi, üzgü bağlab turib bizga bergan arzu, umid tuyg'usi 100%'lik verdi tuyg'usi. Yani bu yerdan shu nuqtalarni biz tushungan vaqtimizda shunday ma'no chiqadiki, agar mu'min şunda bir işenizki kelse Allah'ın cihatqa qilgan buyrug'ini to'liq urullash işenjiga kelgan vaqtida ve şu işenji bilan atrofdagilarga bog'lanmasdan zaten men yolg'iz qolsammi bu urushni qilaman, bu jihatni qilaman, bu yo'lda manaman degan irodaga kelgan vaqtida her bir mu'min men mi kelsam, o mu kelsa, yana birisi mi kelsa ve boshqa mu'minlarni bu ishga targ'ib qilib, chaqirib, masalan da'vat qilib bir top şekillengen vaqtida mayli bu top düşmanning soniga qarata az top bo'lsin, ko'p bo'lsin, bularning kuchi düşmanning kuchi bilan teng olsin yoki az olsin, hatto haslab az olsin, Alloh senga yordam beradi. Mana bu Allah subhanahu va taoloninki mu'minlarga yordam berishdagi qonuniyatidan birisi. Boshqa oyatlarga qaragan vaqtimizda bizning bu chiqargan yakunimizning to'g'riligini ko'rib olamiz. Sura Al-Imronning 126-oyatimiz o'qib o'tdik. Va man nasru min indillah. Yordam faqat Allohdan tarafidan. Bir jamoatning, bir qo'shinning, bir askarning yoki ma'lum bir urushgan tarafninki sonning ko'p bo'lishi, qurolning ko'p bo'lishi g'alaba qilish asosi emas, faqat sabab. Bu yerdagi bizda bo'lishga tegishli bir muhim nuqtadan birisi bor. Sababning hammani qo'limizdan kelgancha qilamiz, umidimizni sababga emas, musha sababning igisiga bog'laymiz. Sababni tutamiz, sababning igisini unutmaymiz. Bu Allah bizni talab qilayotgan narsa. Shuningga sura Tavbada Hunayn kunligidagi musulmon safida ko'rilgan bir salbiylik bor. O vaqtda son eng ko'p 12 ming atrofida. Shu vaqt shu kunga nisbatan zo'r son. Qarshi tarafdagi dushmanga nisbatan favqulodda zo'r son. Müslümanlar sefede şunda bir hava payda olganki, bugün degan sepimiz o kadar güçlənib ketdi ki, masanıga qaranglar, bugün yengilmeyimiz. Bu şekilde bir hava payda oldu. Allah subhanahu wa taala şu vaqtda Müslümanlarga tarbiya berish uchun urushga kirgan hamallam mag'lubiyatning ta'minini dedi. Tuzaqqa tushdi. Rasululloh atrofida bir necha odamdan boshqa hech kim qolmadi. Allah bu şekilde ders verdi.
musulmonlar o'zining xatoligini tunib yetdi. Ondan keyin masala asliga keldiki, qaytadan g'alaba qana qildi, shakllandi. Alloh buni Bayatmi Sur Tavbaninki 25-oyatida alohida eskartdiki, o'z vaqtida Hunayn kunligida va yawma Hunayn iz a'jabatkum kasratukum, sizlarning soninglarning ko'p bo'lganligi sizni biroz qana qilganda, bir xil mag'rurlanganti. Sizlar o'zingizning soniga qarab biroz mag'rurlangantinglar hech nimaga asqatmadi deyapti. Shoma bugungi oyatdan bizga qanaq bergan signalmi shuki, agar mu'min bo'lsa bilan mush ideyada bo'lish kerak. Bu yo'lda yolg'iz qolsimi, mana degan shaklda bir idea bo'lish kerak. Ondan keyin boshqalarni buni da'vat qilish kerak. Undan keyin xotirjam bo'lsin, g'alaba berish Allohning va'dasi. Endi qarindoshlar, mushu munosabatlar men bir narsani mushu yerda deb qo'yg'im keladi. Alloh subhanahu va taolo normalda hayotda mu'min bandlarga hech qanday sababga tayandirmasdan g'alaba bersa beradi. Hatto butun dunyoni musulmon qilib yoritadi mu'min qilib. Ammo Alloh imtihon dunyosi uchun haq botilni qo'ydi. Haqiqatni tutadiganlar tutadi, botil yo'lga mangadiganlar mangadi. Haq bilan botilning o'tirisidagi surkilish, kurash mengu davom qiladi va bu ikki taraflar birisi-birisidan qana qiladi, kurash qiladi. Va haqiqat tarafdorida to'g'alla biz bayatni degandek Allohga haqiqiy ishonganida o'ziga bir kishilik vazifani to'liq tamoman boshqalarga umidini bog'lamasdan og'inida va sabablarni to'liq qilganida ularning soni ko'p bo'lsin, az olsun qana qiladi, Alloh yordam beradi. Alloh bu shaklda o'rinlashtirishga sababi nima desanglar, masalaning sonilan, qurollan, yana bir narsadan emas, haqiqat bilan qalbi qildiganligini o'rtaga chiqarish. Masalan, Ibrohim alayhisolamning voqealigini bir qancha qismliq darsimizda alohida tilga oldik qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo agar Ibrohim alayhisolam g'alaba olsa, tutilib qolmasa, masalan, dushmanlarni qo'lga tushib qilishdan saqlasa, ketdi. Ammo tushib qoldi. Alloh uni o'z irodasi bilan İbrahim Aleyhisselam tutuldu. İbrahim Aleyhisselam'ın köydeyen otqa tashladı. Yağmur yağdırıp otun içerisine buldu. Lekin bunda ahvallarning hemmisinde hakikat ortaya çıkmaydı. Bunda ahvallarda yine Müslümanların sani köp boğa vakti qalbi qilsa, küçlük vakti qalbi qilsa, tabii ki qarşıya deydigan gap var. Nim deydi? Sani köp boğan degan qalbi qildi. Tutanmay qaldık, İbrahimni tutib qalsak mında qilib tutdik. Yağmur yağıp ot içep qaldı, bo'lmasa amma hammasi olmadı. İbrahim Aleyhisselam tutuldu. Otqa taşlandı. Yağmur yağıp ot kuyuvatıdı. Lekin Allah haqiqatligini chiqarish uchun qulna ya naru kuni barda va salaman ala İbrahim. Haqiqatni mana shaklda o'tirib qo'ydi. Oshkora dediki, ot kuyuvatıdı. İbrahim Aleyhisselam tushdi, lekin kuymadi. Ya'ni bizga bu hikoyalarning, bu qissalarning Qur'onda bayon qilinishi, Allohning bu shaklda o'rinlashtirilishi bizga nima uchun desa, dunyodagi Allohning mu'minlar orqali düşmanlarını, ya'ni kuffarlarni jazolash qonuniyati va bu jazolash qanday shaklda bo'ladi desa, haqiqatning kuchini namoyanda qilish shaklida bo'ladi. Sonning kuchini emas, qurol yaroqning kuchini emas, texnikaning kuchini emas, pulning kuchini emas, balki haqiqatning kuchini. Jo'ngashqa bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo mında qilinglar, urush qil. O'zingni taklif qil bu ishqa, mu'minlarni qiziqdi. Asallahu ayyakuffa ba'sallazina kafaru. Alloh kuffarlarninki ba'sini, hujumini, zulmini sizlarni qana qilishi mumkin, to'xtishi, yig'ishi, to'sab qilishi mumkinki, ya'ni sizlarga g'alaba berishi mumkin. Bu yerdagi mumkin Allohning bizga umid bag'ishlaydigan shakldagi mu'min, nima mumkin? Ammo Allohga nisbatan 100%lik nima va'da. Vallahu ashaddu ba'san va ashaddu tankila. Alloh düşmanlarga qarata azab turishi intayin qattiqdir. Azab turishi intayin qattiqdir va Allohning boshqalarning adma ma'dagi ba'san deganmi boshqalarni azoblash ma'nosida, tankilmi boshqalarga ibrat shaklidagi bir azobni tushirish haqidagi ma'no qarindoshlar shu shaklda qana qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Yana darsimizning oxirisida alohida takrorlab qo'ydigan nuqta nima desa, ya'ni muhim halqa darsimizdagi esingizda bo'lsin,
biz Bedir urushlariga qarab baqqanimizda, Uhud urushlariga qarab baqqanimizda, Ahzab urushlariga qarab baqqanimizda hammasida Alloh bizga bir qonuniyatni bildirmoqchi bo'lgandek. Bayatmi dedim buni takrorlay çünkü muhim deb qarag'an bo'lg'achqa takrorlashni to'g'ri topdim. U olsa-mu musulmon emaslarning o'tirisidagi to'qinish kurashlarda qonuniyat shuti kuchli qalbi qiladi. Masalan, musulmon emas davlat urushqa vaqtda kuchli qalbi qiladi. Kimning kuchi zo'r bo'lsa, kimning odami ko'p bo'lsa, kim chor tadbirlik bo'lsa, u qalbi qiladi. Ammo musulmonlarning qonuniyati tamamen o'xshamaydi. Musulmonlar qanday desa, musulmonlar avval Allohga tamamen ishonish kerak. Ve o'zini bu yo'lga tamamen atish kerak. Qo'ldagi butun ba imkoniyatning hammani to'liq ishga solish kerak. Mushu shartlar hozirlanib bo'lgandan keyin u musulmon jamoatining, u musulmon davlatining ki askarining soni, harbiy tayyorligi, iqtisodiy kuchi dushmanga qarata qanchalik ojiz bo'lib kelsin, Allohning buningga g'alaba beradiganligini balkim mana shunday hukm chiqara olishi mumkin bu yerda. Tam Allah va'da qilgan g'alaba ana shunday zo'r farqdagi kuch selishtirmasi bor holatda undan keyin beriladi. Bu tarixga qaraydigan bo'lsak, shu mayli Malazgirt urushlari olsun, ondan boshqa islom tarixidagi musulmon kuchlar g'ayrimusulmon kuchning o'tirisiga bo'lgan butun kuch selishtirmasi zo'r farqli urushlarning hammasida o'zining kuchini ko'rsatgan bir haqiqat, bir qonuniyat. Alloh subhanahu va taolo bu orqali ondan keyin haqiqatning nima ekanligi, Allohning mazmunida o'rinlashtirmoqchi bo'lgan haqiqatning kuchining nima ekanligini namoyanda qilishi mumkin qarindoshlar. Shuning bilan bugungi darsimizning eng oxirisi Allah subhanahu va taolo vallohu ashaddu ba'san va ashaddu tankila deb dushmanning qanchalik kuchi olib kelsin, dushmanning hujumi qanchalik qilib kelsin, o't kuchi qanchalik qattiq olib kelsin, Alloh uningdan kuchi zo'rdir. Alloh uningdan bak azoblay oladi degan bir şekilde jinoyat o'tkazgan davlat, shaxs, jamoatlarga nisbatan bir ogohlantirish degan shaklda dersimiz oxirlashgan bo'ladi qarindoshlar. Ve shuning bilan vaqtni asli bilan bugungi darsni o'shada to'xtataylik. Kelasi soatda kurashganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.